Assalomu alaykum rezidentlarim, hammanglar yaxshimisizlar? Bugun hamma kutgan videoni qo'yamiz. Xudo xolisa sun'iy qochirish haqida bo'ladi. Uyimga kelib urishib berishmasa bo'ldi. Negativlar. Bo'ldi, tomosha qilinglar. Kommentariyalarda kutib qolamiz. Savol-javoblarni. Nima deb o'ylayapsizlar bu haqida? Umuman sun'iy urug'lantirishga qanaqa fikringlarni bitib bildirib o'tasizlar. Xo'sh o'rtoqlar, bizga nima kerak bo'ladi sun'iy urug'lantirishga? Обязательно trubka kerak bo'ladi, matkaga solishga urug'i, probirka kerak bo'ladi, urug'i mana shunga olamiz. Vagina bu urug' oladigan narsa. Hammasini cho'tki mo'shni qilib ko'rsatib beraman. Keyin, mana buni ichida sovuq suv uje разбавитель bilan birga uje tayyorlab qo'ydim. Разбавитель 36 gradusdan past bo'lish kerak emas. O'zi разбавитель o'zi menda Galap разбавитель frantsuzskiy Fransiyani o'zidan olib keltirganmiz. O'zbekistonda bu narsa yo'q. Обязательный gradusnik kerak bo'ladi. Eng asosiysi garmon. Bitta garmon ishlataman, ikkita ishlatiladi. O'zi bitta hozir ishlataman. Chunki sun'iy nimada tabiiy kuyikni keltirdik. Bu urug'i o'zida ushab qolish uchun garmon, surfagon. Mendagi podrobniy hech kim anaqa qilmasa kerak, ko'rsatmasa kerak. Tomosha qilinglar. Bosdingizmi? Diyor, ani birinchisini ochmang, yopgan ular. Xo'p. Mana bu раздражитель, ya'ni quyonni anaqasini keltiradigan. Tushundinglar xullas. Hozir bu menga ham qarab turing. Bu videodan keyin bilmadim. Voy dotlar ko'p tushadi, xudo xolisa. Dot Allohning ishiga aralashyapsan, voy dot. Uyalmaysanmi? Voy dotlar ko'p tushadi. Negativlarga salom. Urug' oladigan jarayon. Bu yoqqa qoling, bu yoqqa qoling. Mana. Ushlab turamiz. Davay. Sakiring endi. No? Tametsam yaxshi emasdi. Qani bu yog'ini oling. Mana, bu yoqqa ko'rsating. Mana urug'. Ko'rdinglar? Mana urug'. Urug' oladigan jarayon mana shunaqa bo'ladi. Bu yoq tomoniga o'tamiz. Diyor yoptirlar yoni. Bu bitta. Bitta samet 45 tagacha. Da. İkinci urug'. Olindi. Xullas, professionalga bu hech narsa emas. Davay. Sametsinglar yaxshi bo'lsa bo'ldi. Mana bu samet o'rganmaganda bir xillari. Holi qoldirib anaqa qilish kerak. Videoga olayotganda jani berilib kutib o'tirmaymiz.
shunchalik. Urug' ko'payayotganini ko'ryapsizlar. Bu yoqqa ko'rsating. Siz bu yoqqa qaramang, bu yoqqa qarang. Voy tavba qildim. Bo'ldi. Endi buni yuring. Bu yoqqa ko'rsating, kerak emas, tursin. Bo'lmabsiz siz videochi bo'lib. Tavba qildim. Akitoring. Yo'q, hozir anaqasini ko'rsatamiz. Ol, yo'q. O'g'anni ichiga solib qo'ygan. Buni endi mana ichida gallab bor. Bu yoqqa ko'rsating. Ko'rsatibmi? Voy tavba qildim. Bu yoqqa. O'zingiz qaramang. Obunachilarim ko'rsin. Mana bu urug'imni ko'paytirib qo'yamiz. 3 ta sametdan olingan urug' bu. Hop. Yopamiz. Kamera yopyaptilar? Ha? Ish qilib tushdimi? Tavba qildim. Mayli, yopdingmi? Bo'ldi. Endi buni urug'lantiramiz. Yuringlar. Endi aytga buyurmaysizlar. Vaqti opti-yu operatorlar bugun menda. Hop. O'rtoqlar. Kuyik kelishini menga ko'rsating. Ha, mundoq ko'rsating, normalni ko'rsating. Kuyik diyorga bering. Diyorga bering, diyor oladi. Diyor yaxshi operator. Endi qaranglar. Kuyik kelishini men ko'rsataman sizlarga. Qatdan kuyik keladi. Kuyik kelgani qatdan ko'rasizlar, qatdan bilasizlar deysizlar. Men bu yoqqa ko'rsating, sekin. Mana qiyib qizil bo'ladi, kuyik kelgan bo'ladi. Qizarib turgan narsa kuyik kelgan quyon bo'ladi. Hop. Buni to'layam ko'rib ketamiz. Mana ko'ringlar. Mana qiyib qizil bu vash kuyik kelgan bo'ladi. Kelib qo'shtaga ana qiling. Sen bu yoqqa, bu yoq tomoniga o'tasan diyor. Bir chekkadan ketaveramizmi? Bir chekkada mana ochib qo'yamiz. Biz supagonimizni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Yo'q, unaqa ushlamaydi. Men sizga ko'rsataman hozir. Nesini aytyapti? Bir shekilda ko'rsataman. Garmonni oldik. Xo'sh. Qarang. Bundan olasiz. Anaqa qulog'i bilan anaqasini. Bundoq ko'tarasiz. Tushundingizmi? Mana bundoq qilib ko'tarasiz. Bu tomondan o'tsin. Ko'rinishga. Ha, o'rtoqlar. Men nima qilayotganimni ham ko'rsatdim. Ovamiz urug'i, mana ichida urug'i bor. Bu yoqqa ko'rsat. Bu yoqqa ko'rsat. Mana bu yoqqa ko'rsat. Bu tomondan o'tganda bu yoqqa ko'rsat. Ochamiz. Mana ketdi. Ana malades. Ras, bo'ldi. Bu yog'iga urib olamiz garmonni. Ras. Ketdi. Ikkinchisini bering. Yo'q, to'g'ri qilyapti. Siz o'zingiz ishingizni qiling. Baraka toping. Bemalol qiling. Ras. O'shanga naryodan oshir. Uni yo'lini ham topish kerak. Noto'g'ri ushlasangiz ham men yo'lini topa olmayman.
ana topdim yo'lini, matkani ichidaman. Mana. Garmon urib qo'yamiz. Bo'ldi, qo'ying. Shunaqa jarayonda hamma 20 ta quyonlarimizni kuyikkan quyonlarimizni hammasini qochirib olamiz. Endi bilmadim qanaqa. Xo'p, o'rtoqlar, 20 ta quyonni anaqa qilib qo'ydik. Svetini o'chiramiz. O'chiring xushtagi svetni. Bu eksperimentalni, ya'ni bir oydan keyin men javobini aytolmayman. Nimaga desanglar, svetni kuyiktirmaganman hech qachon. Faqat dorida kuyiktirdik. O'shanga ko'ramiz natijani. Undan keyin natijamiz nima yaxshi bo'lib chiqsa, o'shandagini biz dalshi boshqalarni mana shu usulda kuyiktirib, anaqa qilib nima edi, qochirishimiz mumkin. Ungacha men hech narsa qila olmayman, qilmayman ham. Faqat mana shu 20 tani 14 mi bugun? 14-da kutamiz. Если что, 15 kundan keyin men palpatsiya qilaman, ya'ni ushab bilaman qornlari, bolalari bormi, yo'qmi? O'shandan keyin natijani ayta olishim mumkin. Ungacha biz hali ham tabiiy qochirtiramiz. Chunki men agar dorim bo'lganda, dorida bemalol уже уверенный bo'lib hammasiga solib chiqaverardim-da. Lekin dori yo'q. Men bu arzon usulni aytishdi. Bu usulda ham qilib ko'ramiz. Qaranglar. Urug'i ko'ryapsizlarmi? Mana shu qimillayotgan, pastga qarab ketayotgan. Mendagi mencha hech kim ko'rsatmaydi. Mana ko'ringlar, bu ko'rdinglarmi, qimillab turibdi. O qora tochka emas, orasida mayda qimillayotgan narsa bu urug' hisoblanadi. Qani mana anaqani ham yoqdim. Nima edi? Fonar yoqdim. Ko'ryapsizlarmi, aktivmi? Mana urug'i ham tekshirib olishimiz kerak-da. Boya vaqtim bo'lmadi, mana kelib tekshiryapman. Nima soldim o'zi quyonni ichiga? O'liymi, tiriymi, bari tekshirib olishimiz kerak. Qaranglar, ko'pligini milliard urug'. Mana shunaqa holda urug'imizni tekshirib olamiz. O'rtoqlar. Вообще doda video bo'ldi, lekin chotki video bo'ldi, xudo xolasa. Eng asosiy kerakli video bo'ldi. Rahmat etmasanglar ham bo'ladi deydi-ku. Negativlar, bosinglar. Bosinglar kommentariyani. Dotvoylarni sovuringlar. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar, yana bitta narsa aytib o'taman. Men bunaqa narsa oldim. Anchadan beri olaman dedim. Bitta подписчикim даже jo'natuvdi ham menga mana shunaqa narsa. Bu telefon tinmaydi. Obzor qilib beraman. Qaranglar, bu narsani ichida вообще bu narsa chisti anaqaga, nima deydi, vaksina qilishga вообще doda. Endi ko'pchilik mana men betida unda qo'yib olasizlar 1 grammdanmi, 0,5 danmi qo'yib olib, tepasiga mana bunaqa probirkasi bor. Probirka mana tiqilib, mana maqshtga buralar ekan. Bo'ldi, ketdik vaksina qilib. Ras qilib ketaveramiz vaksinani. Chotki emasmi? Buni ninasi ham bo'lishi kerak. Ninalar katta ekan, shu desanglar. Bibi, nimaga ninasi yo'q? Ninasini olib qoldim ichiga. Buni ninasi bo'lishi kerak, o'rtoqlar. Ninasiz bo'lmaydi bu. Telefon qilib so'rashim kerak. Ninasi qani deb. Shu narsada bugun xudo xolisa hammasiga vaksina urib chiqamiz. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar, telefon qilib ko'rdim aptekaga. Любой nina tushadi bunga dedi. Haqiqatan tushdi mana.
oddiy nina tushdi. Lekin baribir bu qo'yonni terisi qalin bo'lgani uchun bunga menimcha anaqa temir nina olishim kerak bitta. Bu mnogorazовый-da. Shaqillatib keyin uraveramiz. Shunaqa har tomonlama qulaylik bo'lish uchun mana shunaqa narsa oldim. Mana shu narsa 450 ming turar ekan. O'rtoqlar, endi bitta ikkitaga oddiy anaqa shpritsda quraverasiz, lekin menga o'zi mana shu zaruriyati kelib chiqdi mana shuni. Shunga sotib oldim. O'chirib qo'y. Nomerlarim ko'rinyapti. Xo'p, mana shunaqa gaplar.